Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz hozir Zargarlik mahallasi Xurzamon ko'chasiga mana 50 metrlik ko'chaga kelganmiz. Shu joydan tabiiy chiqib qoldi uchastkamiz. Hujjat turar. Mana shu 50 metrlik yo'lning ustidan bemalol любой biznes qilsanglar bo'ladi. Kelajakka ham zo'r joy bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu muhtasham to'yxonasi. Buni ham yerini o'zimiz sotganmiz bir vaqtlar. Shundan sal ichkariroqda mana bu uchastkamiz bo'ladi. Blok g'ish bilan o'rab qo'yilgan, vremenkalar qilib hujjat qilib qo'yilgan. Oldida mana ko'rib turibsizlar, ancha zahvati ham zo'r. Bemalol avtoservismi, avtomoykami, shunga o'xshash yana qanaqadir bizneslar, kelajakda magazin, do'konlar ham qilsa bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, odamlar qilib qo'yibdi 2 qavat qilib. Hozir ichlarini birgalikka ko'rsataman. Mana uchastkamizning fasadi mana shu stalbadan mana bu uygacha bu fasadi. Hozir ichlarini ko'rsataman. Tak, mana bu yoq qilib blog'ish bilan o'rab, eshik qo'yib qo'yishgan ekan. Mana bu kirishdan ikki tomonga ham fundament tashlangan ekan mana. Ko'rib turibsizlar, 1, 2, 3 to'rxona chap tomonda. 3 xonami, to'rxona o'ng tomonda qo'yilgan ekan fundament. Mana bu qilib bremenka qilib qo'yishgan hujjatlarini qilish uchun. Uchastkamiz 5 sotik. Mana shu 8 ta xona fundament, mana bu 2 xona bremenka dokument uchun qilingan. Buni ko'proq endi nimadir ish qilaman degan maqsadga uy qilishga ham olsa bo'ladi. Masalan, yaxshi yo'lga yaqin joydan, yaxshi lokatsiyadan kelajakka nimadir biznes ham qilib qo'yaman degan maqsadga uy qilsa ham bo'ladi. Plus qanaqadir biznes ham qilsa bo'ladi. Hujjati turar. Xullas, uchastkamizning egalari akamiz 30 ming dedilar. Yana ozroq kelishayotgan joyimiz bor dedilar. Lekin shu 30 dan sal pastrog'iga so'raganlar bo'lgan ekan, bermagan ekanlar. Xullas, mana shu uchastkani 30 mingga qo'yamiz. Ozroq o'tib beriladigan joyi bor. Kelib joyiga gaplashsanglar kelishamiz. Shunaqa joy qidirib yurganlar bor. Bizlardan ham juda ko'p so'raganlar bo'lgan, moyka qilishga, avtoservis qilishga. Shunaqa joylar so'raganlarga tashlab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, yana shunaqa videolar chiqsa xabardor bo'lib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.